Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hududi. Bu hadlarninki kitabıdır deydim. Hadlar, yani cezalarninki kitabıdır bu deydim. Biz şimdi Mişkatul Mesabih degan kitapni o'qib, men hozir Kitabul Hudud degan, ya'ni islom dinimizda qanday bir jinoyat o'tkazgan bo'lsa, shu jinoyatga qanday jazo beramiz. Meni mushunga aloqador bo'lgan, meni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu to'g'riliq meni nima degan, meni mushu to'g'riliq deyiladigan hadislarga meni payg'ambarimiz rivoyat qilgan hadislarga çok keldik. Şimdi Kitabul Hudud. El-Hudud degan, yani hudud degan haddunniki jamisi. Asli haddun degan asli lug'at ma'nosi to'sish degan gap, hadd degan gap. Hamda hadd degan yani to'sdi, yani to'sqan narsaniki o'zini hadd deydi. Ikki narsaniki o'rtasida bir fasil, birisi yin bir narsaga o'tib ketmaydigan, ikki tarafniki o'rtasida mushta to'sib turadigan narsa bo'lsa, uni hadd deydi. Yani sipel yoki tam yoki olmaydi. Qanday bir narsa kerak bo'lgan bo'lsa, mana shu narsaniki o'zini mana arabcha tilda nima deymiz, uni hadd deydi. Hadd, yani hadd. Uniki jamisi hudud. Yani hudud. Yani hatta to'sti degan gap. Endi buniki shar'iy ma'nosi nima? To'sti degan lug'at ma'nosi ekan. Buniki shar'iy ma'nosi had degan, yani islom dinimizda ma'lum jinoyat o'tkazgan bo'lsa, shu jinoyatga berilgan jazoniki o'zini nima deydi, uni had deydi. Yani bu had, yani islom dinimizda ma'lum jinoyat o'tkazgan bo'lsa, shu jinoyatga muayyan shar'iy tarafdan bekitilgan bir nima jazo var. Yoki o'ltirish, yoki had urish, yoki olmaydi dar urish deganidek. Mana mushu hadniki o'zida shar'iy tarafdan meni bekitilgan. Mana bu bekitilgan bo'lib, buni qilish orqali mana bu odamniki ikkinchi qatim u jinoyatni qilishga yoki bo'lmaydi boshqa odamniki bunday bir jinoyatni qilishga uni to'sish uchun mana bekitilgan, mana muayyan o'lcham qilib meni bekitilgan bu jazoniki o'zini nima deymiz, uni had deymiz. Endi bu had, bu faqat Allohniki huquqlari deb huququlloh va huququl ibad deb nim qiladi, atiladi. Endi bu hadniki o'zi, bu Alloh taolo shu Alloh taoloning emr farmonlarini aniq qilinglar, ma'ni qilinglar deb aş beketken, aşo emir fermanlarının üzülümü nima deydi, onu had deydi. Tilke hududullah. Men aşo Allah'ınki emir fermanlarıdır. Felak takrabuha. Onu nima qilmanglar, ona yaqinlashmanglar ve fela ta'daduha. Ve onu nima qilmanglar, ütüp çok ketmanglar. Degan men meşru mazmunda nima var? Ayetler çok var. Endi bu had, bu jaza ma'lum bir jinoyatdir. Yani hemmisi emas. Şunun içinde bir qancha jinoyat var. Şu jinoyatniki o'zini, mesela meni oldingi darsimizda Kitabul Qisas degan kitobda o'qildi. U yerda deyildi, mesela adam o'ltirish, murtad bo'lish deganidek. Undan keyin mana zina qilib qolgan bo'lsa, bu bir jinoyat. Ondan keyin xahning melini o'g'irlagan bo'lsa, qo'lni kesish, undan keyin ariq ichgan bo'lsa, u chog'ingizda aqlni bulg'ashdan iborat bo'lgan bu cho'ng bir ne'matni meni to'sib, uni bulg'andan keyin uni qarta, uni nima keladi? Meni jazo cho'q keladi. Mana bu nima u? Jazo. Mana buning ichida islom dinimizda mana insonlarniki mana eng cho'ng muqaddas 5 narsa deb hisoblanadi. Birisi o adamniki jini. Can mukaddes. Meyli o adam meyli er olsun, ayal olsun.
qandaqlikin bo'lmasin, bir jonliqli bo'lgan bo'lsa, uni Alloh taolo meni muqaddas deb nima qildi, uni berkatdi. Uni sababsiz shar'iyniki meni berkatgan o'lchamsiz, meni u ruxsat bergan ruxsatsiz o'ltirgan bo'lsa, men eng cho'ng gunoh o'tkazgan bo'ldim. Meni bu o'tkazgan bo'ldi. Bu bir. Ikkinchisi aql. İnsonniki ichida hayvon bilan insonning ikkisini o'tirib farqlanib turadigan ham shu insonni inson qilgan mana narsa nima insondagi aql. Bu eng cho'ng nima ne'mat. Mana buni bir odam mana bu aqlni bir narsa biladigan, o'qidigan, tushunadigan, qilgan Alloh yaratgan. Buni insonga bergan. Mana buni ishlatmaydigan, buni to'sib qo'ydigan, bunga qarta men her qanday bir to'saliq bir ishni qilishniki o'zi islom dinimizning nima o jinoyat. Shuniki qatorda masalan aroq ichish. Men aroq ichish orqali bu odamniki o'ziniki aqlni odamdek ishlamaydigan. Men ashunday to'sib qo'yish orqali xato ishni qilib qolgan bo'lsa, buni qarta dar urishchi keladi. Shuningdek, meni o aroqdan boshqa her qanday bilan mas qiladigan, hoşsizlandirgan, hech qanday bir narsa bilmaydigan bir narsaniki o'zi islom dinimizning o haram. Endi en birisi uchinchi insonniki obro'y. İnsonniki obro'y inovatniki o'zi insonniki jini o'xshash nima o muqaddas. O obro'yni to'kish, obro'yga dog'd yetkazish, obro'yni meni so'kishdan iborat bo'lgan, qorlashdan iborat bo'lgan bu bir nima o cho'ng bir jinoyat. Eğer muşu cinayetini ötküsüp koygan bolsa, onun içindeki en ağır, men obro'yni to'kishdan iborat olan narsa deme, mesela ayolniki o'zining pakiz, iffetlik, mu'min, musulmon bo'lgan kishilarniki o'zini bir adam qo'pib sen zina qilding, sen falon bilan yurding, mesela debdi. Şunun içindeki en çok cinayet bu endi. Yani zina kıldığın ya sen zani ya ki pahişvaz ya ki bizim Uygur tilida ya da digil olmayan ya da jalap deydigan bir gap var endi. Men muşuk gapni deb qolgan bo'lsa, bu odamniki o'zi o odamga ig'ir darajada obro'yini to'kkan bo'ladi. Obro'yini to'kkandan keyin agar o odamniki o'zi uni qartdan mana 4 tane guvochini akirib olsa, uçanık üzerinde bu 4 tane guvochini aşu qandaqki men ayol ikkisi bir yerda bo'lib, qandaqki palgushniki o'zi qutining ichiga kirib ketib qolganda mana ko'diq deb, ko'zi bilan deb ashundaq desa, uningdagi onidagi bu jinoyat bekitilib, uçan o'zida bunuga mana nima qilindi, uçan o'zida ya rejim qilindi yoki dar ya urildi. Mana bu. Yeni birisi İslam dinimizde beşinci bir insanniki men bu nemisi en mukaddes mal mulki. Men mal mulkiniki o'zi bir mukaddes olgandikin o adamniki o'zi men bu malni mena ishlash, tijorat qilish yoki miros yoki hadiya elish orqali mena islom ko'rsatgan men to'g'ri yo'l bilan o adam o malni halol yo'l bilan tepdi. Tapgan bo'lsa bunuga hech qanday bir adamniki daxl ta'arruz qilib men uni evelish, onu bulup veriş, onu ip kaçış katli çok bulmaydı. Eğer bir adam şu cinayetin içinden hem de oğurlaştığın ibaret olan aşına bir cinayet ötküzülgen olsa, bu cinayetin üzerine o ya ki ihra kıptı, ya ki olmayı guvaç buptu şikayede, şundak oğurladı. Şu canın üzerinde andaki sot mahkemesinden bununki nima kılıdı uçağa karar çıkarıp bununki kolunu kesiyordu. Mesela insanniki bu 5 en mukaddes nemeler var, insanniki narsalar çok var. Kimki bu şu 5 mukaddes narsige bu adam. Yine birisi o adamniki mena dini. 5 dini, 5. dini oldu. Yani o adamniki dini mukaddes. Yani o adamniki İslam dini kirişten ibaret olan bu İslam din o adam için en mukaddes şu narsa. Mukaddes narsa olgandikin bu Allah Taala'nınki o adam bergen çok bir nimet. Eğer öz ihtiyarı bilen aşındak Müslüman buptun, ata-anası Müslümanken, cemiyeti Müslümanken, hemmini akkarını bilidiken, bilip durup, okup durup, mene o yaniki üzerinde İslami hakimiyet, yani Müslümanlar mene yaşaydıgan, mene ahkamlarınki hemmisini mene dep durduğan, uqturup durduğan, düşendirip durduğan aşında bir cemiyet yaşaydıgan.
Yaşap durup o adamning o'zi mana o g'ayri dinni qandoq bo'ladi, islom dini qandoq, mana qandoq din, o qandoq afzallik, qandoq bir to'g'ri din, qandoq bir haqiqat degan o'qib turib bu odam opirib, mana bu odam dindan yolg'on bo'lsa, ya'ni o'z ixtiyori bilan, majbur emas. Mana o'z ixtiyori bilan ashunday yolg'on bo'lsa, o çağın özüde bu İslam dinimizde men bu adamni kitabı riddet deb, men qatl ahli riddet deb aldığı bablarda men bu doğruluk men deb yutildi Hindistan. Men mushundaq qan bolsa o çağın özüde sot o adamniki özünü resmi bekitidi. Beketkendan keyin eğer aşıda iş isbatlanıp qalsa murtad ekanligi aldı bilan o adamni mena bu qaysi tarafdan shak qilib qolding. Sen qaysi tarafdan dindan chiqatding deb uni beketkendan keyin bunu qarta andaki bir hay'at ahli ilmi va ulamolardan mufakkir kishilardan bo'lgan mana bu kishilarniki o'zini ya bir ya ikki ya uch kishiniki o'zini u odamni qashigan mana bu dinimiz to'g'riliq nima uchun dindan chiqib ketdi deganligini mana uni hal qilish uchun bunda bir gumon shubha bo'lsa uni yo'q qilish uchun u odamni qashig'ichi bir ahli ilmlar evatadigan gap. Evatib uçalı o'zida sen nima uchun chiqding, nima uchun murtad bo'lding, apirib sen murtadga apirib kesdigan ish yo'q. O yana qo'y kalini bo'g'izlagandek voy men murtadkansa o yugurib apirib qilishga kirib ya o'qlab apirib aytadigan ish yo'q. Asli qoida bu. Hozir bo'layotgan meni jamiyatimizda shu jamiyatlarda shundoq u yerda anglayotgan ham ko'rayotgan ishniki o'zi bu islom dinimizniki murtad ekanligini isbotlab shu orqali ijro qilgan usulga tupdi xato. Shu buni bunda ishlarniki o'zini nima deydi shu islom dinimiz shu ashunaq apirib haq ko'rsatib apirib kallani kesib mundaq qilib andaq qilib deb ko'rsatib qo'yni bu dinninki nimasi emas deb bekitgan. Shu dinninki narsa emas ekanligi meni keyin bo'ladi u chog'dan mana o keyin oshkor bo'ladi. Mana mushundaq bo'lsa anadiki unug'im unmay anadiki 3 kun ba'zi ulamolarimiz deyishcha jazman muhlat beramiz. Vaqt berdigan gap. Ba'zi ulamolar bu vaqtniki o'zini vojib deydi, ba'zilari mustahab deydi. Mana unda bo'lgandiki jazman 3 kun emas muhlat beramiz. O'ylaysan 3 kun mana biz tabliğ qilish, tushundirish, mana hadis, Qur'on to'g'ri tushundirish orqali nima qildik? Dedik, bu 3 kun o'yinib paq deydigan gap edi. Manda qilgan gap. Qandikan endi 3 kundan keyin o'ylanib bu adam, ya men yandım deydi, o'chağın o'zidan tövbe qilgan bo'ladi, yenib kelgan bo'ladi. Yoki o'chağın o'zidan yoqmay, yanmay men chiqatdim degan bo'lsa, anidan za bu çağın özüde anındaki sot mahkemesinden ben adam çıkış arkalık anındaki bu yerde onu kallısı kesinlikle gap. Öldürdüğün gap. Ben bu 5 nersindeki özü İslam dinimizde en mukaddes nersi şu bulundu. Biz hem de şunu içiden ben murtad, onundan başka ben adam öldürdü diyen ben işki çoğun cinayetini ötközgen bolsa onu karta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam benim neme diyen üzün edisleri da bunu da çok tügülü. Hem de üçüncüsü olan yani bu yerde hat dedi. Hat deyişinki üzerinde bu yerdeki yani oğurluk geldi mesela argıç oğurluk bu geldi. Yani bu yerde hudut dep bunundaki muşu oğurluk boğan yani hadisin üstü değildi. Birinci fasıl Ebu Hureyre bu Zeyd ibn Halid radhiyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı şuna dep ki cezmen iki adam dava qilishib qoldi. Bu ikki odam Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning qishig'a meni da'vochi bo'ldi. Davolashib berib, ikki odamniki birisi dediki, hukm qilsa bizniki o'ttirimizda Allohning kitobidan hukm qilib qo'ysa, ya Qur'oni Karim nima degan bo'lsa, men shu bo'yicha hukm qilsa dedi. Voy dedi, yin bir sani dekin. Shundoq ya Rasululloh, hukm qilsa bizning o'ttirimizda Allohning kitobidan hukm qilib qo'ysa dedi. Dedi. Dep anıdikin o adam dedi ki ruhsat verse bana men gap qila. Hem daha başka gap qilgani qargan çağda yana ki xizmatchi erken ma ikkinchi qatim gap qilgani o'chaniki o'zida bu yana ayol ekan, yana ayolning eri ekan. Men gap qilay debdi. Degandan keyin yoki o'g'il ekan, ya'ni o'g'ilning otasi ekan. Bana gap ruhsat verse ben gap qilay debdi. Degandagi Peygamber gap qil debdim daha yine o'g'ilninki otasiga. Gap qil degandagi bu adam dedi ki
Cezmen benim oğlum boğan idi. Bu oğul manınga benim hizmetçi idi. Manınki hizmeti kıldığan müştah adam idi, bal idi. Yani bu balın yüzü bir toy kılmagan bal iken bununki hizmet için yoki aylık yoki kunlik hem icariga yani hizmet çıkıp o adamga berip diken. Yani hizmetçi şekilde. Şuna bu oğlum yani bu bala benim balam bu adamniki ayalı zina kılıp kaldı. Zina kılıp kaptı dedi. Hem de zina kılıp kaptı degendeki bu zina kılıp kalganlığınki üzünün ya özü dedim. Ya ayalım hem ihra kıldı ya hemmeden bilip ketdi. Bilip ketkendeki şunu olan hem de rast zina kılgını şunu zina kıldı dedi yani özü kalıptı Müslüman. Şunu olan haber verdi bana şunaki cezmen meniki oğlumu Badur rejim ba dep bu ehli ilmi şu vaktin üzüden ehli ilmi ve yurtniki çoğunları anda o anki senin oğlun zina kılgan bolsa seninki oğluna rejim ba yani taşlap öldürüş varken yoki benim oğlumga rejim ba depti. Yani taşlap öldürüş varken depti. Şunun bilan men andin rejim ba degandeken men qutqazdim men şu balamniki aşo rejim buluş degan ishidim 100 tane qo'y ve men üçün boğa bir kul ayalını men unuğa berip men nima qildim qutqazdim. Endi buni o'ltirganda qatori 100 tane to'y berib bir ayalını şunu qatorda men uni qatdim endi. Meni kallamchi o'zamchi deydi endi. Muşta qilsam bo'ladan o'lish bo'lgan ekan. Buni qatorda adim o'ltirgan bo'lsa 100 tane to'y berdi. Men buni qarta muştaqcho qildim. Anladıken deydimdi. Başka adamlar işte haber verip ton. Onu dikin andaki ben ehli ilmiden nima qildim so'radim. Peygamber aleyhissalatu vesselam şu vaktin üzülü var. Batulhun peygamberimiz başka ehli ilmi sahabının içinde ehli ilmi bat demdi. Men bunu da men nima qildim so'radim. Şuna şundaq qildim men desem, ular haber verdi şuniki cezmem meniki oğlumga Badur mena 100 darra urush ve bir yillik palash ve bir yillik yani g'erib kirib yani palash yüzdeki turvatkan şehirden men mushundaq ba deb haber verdi bu ehli ilmi. Endi bilmey ko'chada xabarga voy sening o'g'ling zina qilgan bo'lsa u chog'da o'ltirmiz rejim qilib debdi. Endi bu ehli ilmni so'rab taqib endi bunu qilsa ehli ilmi degan bir narsa haqni bilgandan keyin yo'q seniki o'g'ling zina qildimi burun to'y qildim qilmadi qilmagan bo'lgan ekan unda o'g'liki bunuga qarta 100 tane qamchidan urimiz bir yil palaymiz mushuva debdi. Gap şunu olmasa rejim degan mana o adamniki ayoli bo'ladi. Chunki o ayol degan gap erkak degan gap. Erkak tegib chiqqandan keyin yoki xotin olgandan keyin ashta zina qilib qolgan bo'lsa, o'shan o'zida bu nima qilamiz? Rejim qilib tashlab o'ltirish va. Men bu va debdim. Degandan keyin bu gapni angladi payg'ambar. Degandan keyin payg'ambar dediki, "Ammo Allohdan qasamki, men vallazi nafsi biyadi. Ama Allah'dan kasem ki meninki nefsim. Allah'ınki ilkidir. Ben her ayda cezmen hüküm kılma işkanın oturursa Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabı ne mi degen bolsa ben şu boyunca ben senin oturun hüküm kılmam. Ama seninki mene 100 tane koyun ve seninki neme ayal mene kulun o sana reddir. O men pidi kıp alıp kutuldurup ben oğlumu bana cinayeti qutqazdım degan gapingning o'zi uni berayotgan bo'lsam, uni yontirib ekan. U mardud o'zanga qaytildi. Va ammo seninki o'g'liga kelsak, seninki o'g'liniki ustiga meni 100 dona qamchi bilan darra bilan urish va bir yillik palash va deb ammo sen ya unays. Yani bu yerda unays deb bir adab borkan, shu yani ayalınki, yeriniki bir kaldırımı bir ede şu sorunun üzerinde unays deb bir adam bakın. Şimdi unays diye adam gidip peygamber Pağdu ila imrati haza. Yani bağınsan ma adamın ayağını kaşığı çok bağ. Eğer
itiraf qilsa bu ayol uni rajm qil dedi. Degandeki shundan u odam borgandan keyin bu ayolni o'zi itiraf qildi. Bu odam andiki u odamni rajm qildi deydi. Unda olgandan keyin mana bir odam yo ayol mushunda zina qilib qolgan bo'lsa, mana bu zina qiluvchiniki o'zi to'y qilmagan bo'lsa, uni nima qilganmiz? Men 100 qamchi urdi ekanmiz. Men oyatda cho'p bor. Aniki buni qo'shib 1 yil pağlaydı ekanmiz. Endi 1 yil pağlashniki o'zida buni da endi 7 mushtaq keladi. Endi buni da İmam Şafii rahmetullohi alayhiniki va shuni qarta, shuni o'xshash mazhablarning qatorida ashtaq qilamiz deydi. Biz Hanifi mazhabda bu jazoning o'zi faqat bir bo'ladi, ikki bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu bu yerda meni 100 qamchi urimiz va 1 yil pağlaymiz, solaymiz deganligi o'zidan bu yerda shu imomniki o'ziga bekitilgan gap. Özlü imam, yani aşağıdaki devlet, yani qazininki şu yılki ahvalıga qazininki şu hüküm kılışqa şu çağdaki cemiyet qandaq men şunu uchun topshiramiz. Şu qilgan payg'ambar. Yani demek bu bir siyaset. Siyaset olgandan uçağın o'zidan agar ashundaq zina qilish, ashta ishi avjab ketgan vaqt o'zidan 100 dona qamchi urishuran 1 yilcha hep nima qilish, mana hapsa yani turmuş solaş. Yani bu işniki üzü, yani şundak evcep ketken vaxtımızda anı qo'shiladi. Ama undaq bo'lmaydi. Undaq olsa uçağını rejimini qilamiz, başka ishni çok qilmaymiz. Onun to'g'riliq, yani başka nimalar var? Hem ayetler var. Ez-zaniyatu vez-zani fajlidu kullu vahidin minhuma mi'atel jalda. Mi'atel jalda degandiki o oyatdagi o'zidan 1 yil pağlaymiz degan gap yo'q. Unda o'g'anlikin mayat payg'ambar mayada. Yani 1 yil uni solaymiz, ya surgun qilamiz degan gapniki o'zi bir siyaset. Siyaset olgandan keyin bunun qarta haqqi ibrat olsun. Bunda bir jinoyat evjab ketgan, bunda qilgan bo'lsa siyaset yüzünden mushtaq qilsa cho'p bo'ladi deymiz. Endi buni da mana bu odamni aslida zina qilgan bo'lsa, uçan o'zida zina qilishni ijro qilgan, mana maydonning o'zida bir necha jamoat keladi. Aziz jamoat bo'lgandan keyin u yaniki o'zida mana bu yerlik davlatning raisi yoki qozi sotchilar bo'lmasa-chi bo'ladi. Bo'lmay uçan o'zida o'ziga vakolatan boshqa bir kishini evasimi-chi bo'ladigan gap. Yani bu hadisdan mushtaqcha chiqadi. Zeyd ibn Halid radhiyallohu ta'ala rivoyat qilib dedi, Zeyd anladım ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den buyuruydu. Anda bir kishi haqidagi zina qildi o kishi ve ihsan qilmadi o kishi. Yani muhsin bo'lmabdi, yani to'y qilmabdi. To'y qilmagan bo'lsa, aslida ahsana yuhsinu deb kelsa to'sish degan ma'noda bo'ladi. Endi lug'at ma'nosi, buniki shar'iy ma'nosi nima? Yani ihsanke ma adam degani, yani o adamniki o'zi mayli er olsun, ayol olsun, mana bu itibardan bu adamniki o'zi, mana bu er olsun yoki ayol olsun, bir qator to'y qilgan bo'lsa, men shar'iy, ya'niki shar'iyniki bekitgan o'lcham bo'yicha, uçan o'zida bu ikkilisi nima bo'lgan bo'ladi? Muhsin yoki muhsan deymiz. Uçan o'zida yoki muhsami deymiz, yani ihson qilingan, yani bir qator shar'iy bo'yicha nikoh qilinib, bu odam mana qayta zinodan iborat bo'lgan ishni uchun nima qilingan? To'silgan. Chunki bir qator to'y qilgandagi shuning bilan ayol erning nima ekanligini, er ayolning nima ekanligini biladi. Bilgandagi ikkinchi qatam o ishni uchun qilmaydi. Bu nima bo'lganda muhsan bo'ladi, u chog'da ihson qilingan bo'ldi. U chog'da erni muhsan desak, u chog'da o'zida ayol o'zi qanday ekanligini bilan erga uqdi bo'ldi, to'sildi. Muhsin bo'lsak, u chog'da erni ihson qiluvchi desak, u chog'da bu ayolni bu kishi bilan nikohga elish orqali ihson qildi degan ma'noda. Ayol kishi shunday hem muhsan hem muhsin deb har ikkisi. Muhsan degan ihson qilingan ayol degan gapniki o'zi, bu nima degan gap? İhsan qilgandagi ayol degan gap o'zi nikoh, shar'iy nikoh qilish orqali men ayri o ayolni ikkinchi qatim zina. Bunda bir ishni mana bu yiliqi shar'iy nikoh bo'lmagan shaklda qilishi to'sdi. To'silgan ayol degan gap. Yoki muhsin deb ism paylasak, uçadagi o'zidan bu ayol o'ziki yerini ikkinchi yeni bir qatim endi
Nikahsız bir ayol bilan yaqindoshlik qilishni hamda o'ziniki ayol ekanligini uqtirib, bildirib, erga meni ko'rsatib qo'ygandan shuning bilan uni nima qildi? Ihson qiluvchi degan e'tibor bilan buni nima deymiz? Uni muhsin deymiz. Ya'ni muhsina. Muhsina. Hamda mushundaq ihson qilmagan bo'lsa, ya'ni nikoh qilmay, meni nikoh qilmayda, har ikkisi taxi nima qilmabdi? Meni kim bo'lsin, u nikoh qilmaydi, zina qilib qolgan bo'lsa, uçanız zina qilganligi o'zi meni bu yillik zina qilibdi emas. Yani ishga 4 odam bo'lish kerak yoki o'zi e'tirof qilish kerak. Masalan, o'zi e'tirof qilsa, undan keyin nim bo'ladi uçanızda zina sabit bo'lgan gap. Meni mushunchalik o'zida voy bir odam bir yerga ketib beribdi, voy bir odam uyda turib ishga ayol, bir o'g'il qiz bola yoki yolg'iz bir yerga ketib beribdi yoki yotqanda yetibdi deganlik bilan bo'lmaydi. Cazmen ayeti deganimizda mana shu palkish qutining ichiga kirib ko'zida ko'rish kerak. 4 tane odam. Bunda. Ya bo'lmaydi hech kim ixtiro qilish kerak. Onidagi sabit bo'ladi. Bo'lmasa undaq bo'lmay turib, unda ishni ko'may turib, opirib, mazani ekan, payish ekan, undaq ekan deb tillashniki o'zi islomiy hokimiyat olgan bo'lsa, u odamni agar uni isbotlaymiz, darolamiz. Burun to'kdi deb. Bunda ig'ir jinoyat bu. Bu yerda rejim qilish va o'ltirish degan gapniki o'zi. Endi anglamoqqa va uni yo'lga qo'limizga kirmakka bu ichilishda bo'lgan bilan bu ishniki ijro bo'lishi tez. Endi bir odam, 4 odam bir ayolniki ashundaq holatda texin birisi yotgan yetibdi, ikkisi deganmi hisob emas, yong'oq yetibdi gap bo'lmaydi. Bu ikkisi aviyati deganimizda palish qutining ichiga kirib ketib ko'zimizda ko'rdik desa, anligi bo'lgan gap. Bu ish bo'lamda bo'lmaydi, bo'lmag'in tez. Yani bu icra olmaydigan gap. Payg'ambar sallallohu zamanida ya bir ya ikki ishlar bo'lib ekan. Shuni da icra bo'lib ekan hayotidan 23 yil. Yani 13 yil deydi mesela 13 yil. Ömer radhiyallohu ta'ala Abu Bakr zamanında bo'lmabdi ekan. Ömer unudiki shu 5 qata bo'lib ekan. Endi islom dushmanlari mushuni sat ko'rsatib, islom shariatining men mushundaq qiladi ekan deb nima nima qildi? Mana haqoratlaydi, kamsitdi. Bunu yoqtirmaydi. Nimishqa? Chunki men insonda bo'ladigan shahvat har qanday insonda bo'ladi. Mayli er olsun, mayli ayol olsun, normal boy yo kambag'al yoki ahli ilm hammada bir shahvat bor. Bu shahvat bo'lgandan keyin uni u odam, uni u qonun agar qonunsiz qilib qolsa, islom shariati ashunda uradigan gap. Ashunda nima qiladigan gap? Ucha jazolaydigan gap. Buni hammadan qo'rqidi. Uni o'zining nafsining ixtiyorini qila olmaydi. Shu bu yer tarafdan o'sh bo'ladi. O'sh bo'lgandan keyin hozirgi men jamiyatda demokratiya, erkinlik degan vaqtning o'zida buni gap qilmaydi. O'zining erkinligi satsimi, bahsimi mayli edi. Unda bo'lgandiki bu shaytonga ergishib, havasga ergishib buni qarta, ondan keyin u islom dinimizdagi qonunga nima qiladi? Unga u shariatga qarshi chiqadi. Endi buniki paysini aytishgan, to'sidi dedik. Hatniki nimasi? Hat urgan vaqt o'zida nima uchun zina qilding deb jazo bergan vaqt o'zida ikkinchi qatim bu odamniki o'zi unda biz zinoni qilmaydi yoki atrofidagi odamga ibrat bo'ladi. Men mushuni qilmagan vaqt o'zida unda zina qilmagan, unda jazoni bermagan vaqt qanday bo'ladi? Hozirgi davrimizdagida men mushundaq meni er ayol ikkisiniki o'ttirizki jinsiy erkinlikdan ega chiqadigan jinsiy erkinlikdan iborat bo'lgan degan bu tushuncha chiqib, men u chaniki o'zida o insonlarniki mana balaga ega bo'lish, mana balani o'ldirish, bala degan ota mana onasiz mushundaq nima bo'lgan gap, u chaniki o'zidan men tug'ilgan gap, tug'ilgandan keyin u balani kim qanday tarbiyalaydi, qanday qiladi, buning ega chiqmaydigan gap. Ega chiqmagandan keyin qarab turib insonniki nafsi muqaddas, inson bo'lgandan keyin buniki yer sharniki koinotning ustidagi eng muqaddas mana bir jon bo'lgandan keyin bu sabab bilan ondiki bu vayron bo'ladi. Vayron bo'lgandan keyin uning otasi yo'q, uni qanday qiladi? Ayol ya tashladi dani ko'ryapmiz. Ana ish qilganlarni yeri xonada, burunda, o'birnida yoki yo'lda yoki axlat qoltisi olib tashlayotganligini ana deb anglayapmiz. Bu orqali qalab turib biz jonniki o'zini agar ash zina to'g'ri unda jazo bo'lmagan bo'lmasa ashundaq to'g'ri deb ketib qoladi. Hozir mana ash ish bo'lib turib qarab turib uchiq oshkora mana bu yerga bolasini oldiryotgan. Mecbur aladigan ashlar ishni qilib qo'yib, shu orqali jonga zomin bo'lgan ishlarni ko'ryapmiz.
kurtaj deb hozir. Bunu alayda bir nima qilib ashta qo'yib ketdi. Bu nima uchun? Bunda bir jinoyatga jazo berilmaganligi uchun har odam o'zi ko'ngli tatgan kishilar billa bo'ladigan men mushunda bo'lganligi uchun shuni bu ishga yetamiz deb onadiki qilmagan ishni çok qolmaydi. Bu zina oshkor bo'lganligi bu yer falokat, bu yerdagi musibat mushlachu bo'lgan gap. Ömer radıyallahu ta'ala'nın rivayet kılın dedi Ömer. Cezmen Allah Teala eberdi Muhammed aleyhissalatu vesselam'ni hak bilen çoğu eberdi. Yani hakiki peygamber kılıp çoğu eberdi. Ve hak bilen eberdi ki yani Kur'an-ı Kerim bilen peygamber kılıp eberdi. Ve düşüydü ben Allah Teala ben Muhammed aleyhissalatu vesselam'a kitabını düşüydü. Kur'an-ı Kerim'de düşüydü. Deydi o. Yani bu gapni değişti tövenki gapni demekçemdi. Şunu mukaddem. Şunu buldu. Anda bir mesela Katar'daki Allah Teala beni düşügen, beni ayetlerini Katar'dan rejim ayeti şu battı. Beni Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala beni Muhammed Aleyhisselam'a şu düşügen. Emmimiz bunu ikra. Şunun içinden beni şu Kur'an'ınki içinden Muhammed Aleyhisselam'a düşken şu Kur'an vehiyinki içinden rejim ayeti battı. Burun. Nimi de battı? Eşşeyhu ve şeyhatu iza zanaya percimuhuma elbette nekalen minallah vallahu azizun hakim. Digen mene muş ayet şu battı. Bunu ayet olup mene şu ayeti Katar'da okudu. Kim bu ayetteki üzerinin mene bu Allah Teala ne kıldı onu mene mensuk kıldı. Yani mensuk bu yıllık bu ulumul Kur'an'da hem usul fiqh'de çıkıyor. Neshdeki şekli bir kanç oldu. Birisi labzi ve hükmünü emelden kaldırış. Yine birisi labzini emelden kaldırıp manisi ne kılış? Onu icra kılış. Yine birisi labzi kılıp manisi çok o emelden çok kılış. Hem de bu ayetin üzeri labzisi Kur'an-ı Kerim'de çıkarıp etilgan bolsun Allah Teala tarafından. Onunki hükmü olan muşunda kayr ayal. Muşda zina kılıp kalgan bolsa yani zina kılgan bolsa uçan üzerinde bunu rejim öldürünler diyen ayet bu Kur'an'da var deydi. Bu Kur'an'da var bundan. Hiç kadar şekçi yok. Mene rejim kıldı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve rejim kıldık biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyken Ebu Bekir ve men deydi Ömer radıyallahu ta'ala. Mene Ebu Bekir'in zamanında oldu mu okumayman. Ama Ömer radıyallahu ta'ala'nın zamanında mı çok boğan. Biz mi çok kıldık? Biz diyene şu canımızda sahabının hemmesi bağımdı. Sahabının hemmesi Ömer radıyallahu ta'ala'nın zamanı kelgen vaxtın üzüden. Yani bu Osman radıyallahu zamanı kelgen hem sahabının asası Medine'm deydi. Bir yer sefer çok koymaydı. Anda o anıken biz diyenin üzü men ve onun başı sahabının hemmesi çok bağ. Bu yerde hemmesi boğanı ikra, icma diyen gep oldu. Müştah çok kalıp tok. Hem de deydi hem de. Hem de bu gepni deyiş neymiş konuda deydi o dese yani bu şu vaxtdaki üzüden şu rejimge karşı çıkan bir grup unsurlar çıkan. Bu unsurlar kimdi? Havariç. Yani uçağınızda uçuk aşkara Eli Raziyallahu Teala'nın zamanında bombusu mu? Uçağın üzerinde ilgispes bulun puşkaktan aşağı bir gepler çıkan çıkın. Çıkan vaxtınızda bu gepler çok digen. Yani rejimge karşı durgan şu havaricler var. Onun başka Mu'tezililer var. Ve onun başka muşunda bet mezhepten ibaret olan benim muşu pirkalanın üzeri kan takıldı bu rejimi yok Kur'an'da. Kur'an'da yani İslam dininin rejimi yok. Bu rejimdeki üzerine bu yılki Yahudilerin de battı. Mundahvatı de bazen bu rejimge muşu ehli sünnet ve cemaat bilen gayri mezhepniki itikadi tarafı olan fark hazır Allah'ı müşahede buyuruldu. Müşahedin neme çıkılan gap karşı çıkmadıdan. Müşahede çıkıp hazırki zamanımızdaki Kur'ançılar ve sünnetke inkar kılatkan kişilerin üzerine müşahede tutup kıladıdan. Kandak gap. Bir adam müşundak zina kıp kalsa, toy kıp boğaldıyken apırıp bunu cemaatin aldı taşlap, öldürüp aşıda kısak. Müşunda içinişmiş olamdı o. Bu hedisi yok. Bu hedisi olan böyle biz unutmayımız deyip men aşı toğurluk deyip kep katkanlarını biz hazır kulluğumuzu bilen çok anlavatımız.
Bu tarafta nima qiladi? Hadis sunnatga qarshi chiqishdan. Hadisiniki mana islom dinimizda shariat o'rni yo'q. Faqat shariatniki o'zi Qur'on deb Qur'onga da'vo qilayotganlarniki meni so'zichi meni bu. Men Ali raziyallohu ta'olani debdimi, Ömer raziyallohu ta'ala debdi. Degandiki biz mi qildik degandiki bu ijmo bo'lib ketdi. Kimki ijmoga inkor qilib bilib turib ashta qilsa mana o bir islom dinimizning asosiy qonun manbasi qonun Qur'on, hadis, ijmo, qiyos. Shuning bilan rejim mana Allohning kitobida haqdir. Bu hadis emas, Allohning kitobida Qur'oni Karimda sabit bo'lgandir. Kimga? Bir kişi zina qildi, o kishi qachoniki ihson qilinsa o kishini er va ayollardan. Er va ayollardan ihson qildi deb, ya'ni bir qator to'y qilib, rasmiy shar'iy bo'yicha to'y qildi. Ammo shar'iy bo'yicha to'y qilmay zina qildi. Ya'ni zina bu ikkinchi zina ekanda, o'shaningizda bu nima u muhsin. Rasmiy shar'iy bo'yicha oldim, tagdim deb mehr haqqini berib, guvohdan akib ashda qilib oladigan o adam ashda qonunsiz ashda er ayol her ikkinchisi yoki ashda bo'lsa ucha zina bo'ladi. O'shaningizda nima bo'ldi u? Meni muhsin bo'lgancha bo'ladi. Mana er ayollardan ashda bir qator to'y qilib, uningdagi zina qilib qolgan bo'lsa, shar'iy bo'yicha, men o'shaniki o'zida rejim qilish Qur'oni Karimda bordir. Bu haqdir. Qachoniki o'shaningizda nima bo'ldi haq bo'ladi? Qachoniki hujjat tursa. Yani hujjat qavut 4 adam mening ko'zim bilan ashunda kirib ketganligini biz ko'rdik deb ashunda cho'q nima qilsa ko'rsa. 4 tane guvohchi. Yoki bo'lmasa, yoki bo'lmaydi homildor. Homildorlik qilib qolsa ayolda, ya'ni qo'shiq yo'g'inib ketdi. Ammo uning nimasi yo'q, eri yo'q, hammadan biladi. Ammo u nima qilibdi qolsa qo'shiq yo'q jugan ashta. Bu chalik o'zidan nima qilamiz buni? Mana shuniki ayolingiz, erin qavo nima nereden tapdın deb uçadı bunu mu? Meni zina qilishlikka isbot oldu, uçadı öldürürüz deydi. Endi bu habdiniki üzerindeki bu yerde yani zina cinayetini ötküzüp onu ceza berkişlikki bu nima o? Ma hadisi bozmu lekin bu icra kılınmaydı deydi. Mensuk deydi. Çünkü bu yerdeki hamildar buluştaki üzü. Mesela eğerniki buluştaki üzü o adamniki, o ayolniki eri bombayı tatıp kalsa, yani biz bombagan, bilmegen bilen başka yer buluşu mümkün. Şu bilme ya toy kılıp adak ketken buluşu dep, ben bu hesaplı çok kılıdım. Ya olmaydı, ben itiraf kılışı olan bolsa. Yani her işkisi itiraf kılıptı, her ayol, mesela zina kılıp kalıp degen bolsa, onu deyken muşundak bir kata toy kılıp çıkan her ayolniki üzüge, ben Kur'an-ı Kerim'de rejim kılıştan ibaret olan, taşlap öldürüşten ibaret olan, ben bu hükümçü badep, Ömer raziyallahu ta'ala'nın çok müştakçı degen. Onda o halde İslam dinimizde zinadan ibaret olan bu cinayet en ağır cinayet. Bu adetkiler çok emez. Zinanınki nemisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zinanınki özü nait ağır oğanlığı için İslam dinimiz zinaga epkelilgan her kandak vasıta ve sebeplerini nemi kılgan onu haram kılgan. Şu katarda er ayol yalğız, yat er ayolniki yalğız bir yerde qilib qilish. Mana ayollarniki öğret joylari uchun yepish. Öğret joyini yapgan vaqt o'zida kiyimniki kengri va qilinchi bo'lish. Deganidek mushundaq narsani nima qildi? Islom din uni uchun beketdi. Öğret joyingizni astınız bo'lmaydi. Yalğız er ayol biya qalsangiz bo'lmaydi. Sal bekor sababsiz sirtqa uya chiqsangiz bo'lmaydi. Mana g'ildirlab o'zingiz mengishiniz. Shundak yomon maqsadda, yomon niyat va yomon maqsadda er ayol ikkisi aloqa gaplasish uchun bo'lmaydi. Degan sababdan shu buni uchun harom qildi. Nimishqa? O bevasi harom emas. Haromning o'zi zinoga olib qoladi. Ya'ni ashundaq er ayol to'g'ri umga ish olib qoladi. Bo'lmasa o gaplashish, o'chaning o'zidan bir yerda turish va akazoning o'zi nima normal boshqa ish bilan odamlar qilaverdi. O'chaning o'zi durust. Ama onu bombasığı şu zinaga olib qolgani uchun. Ama zinaning bombasığı uchun nima qilish kerak? Er ayol bo'lish kerak. Yoki mana mahram tuqqanlar uchun bo'lish kerak. Mana ochi singillari, opalari to'y qilish harom bo'lgan, mana tuqqanlar uchun bo'lish kerak. Onun lekin andaki zina ish uchun bo'lmaydi. O'shaningizda bir yer kelsa yoki bir yerda tursa, o harom uchun bo'lmaydi. Shunga bu yana harom li g'ayrihidin iborat bo'lgan
yani saddiz zari'adan ibarat bo'lgan mushundaq yolg'iz turish bo'lmaydi, gaplashish bo'lmaydi. Mana öğret joylarini içip bundan yürüyüşki bo'lmaydi, shahvatdan qolashki bo'lmaydi, gaplashish bo'lmaydi deb men mushuni meni o'ttirib qo'yishning sababi chu men mushu. Ubadat bin Samit radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, shunday jazman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi. Xuzu anni. Tutulsun menden, tutulsun mende. Yani mushu zinadan ibaret olan cinayetni ki mana bu cinayetni icra qilish, mana jazosiniki hukmi va shaklini menden nima qilinglar, elinglar, menden o'g'ilinglar. Qur'oni Karimda rejim qilinglar, buni jild, yani urunglar deb bor. Uni qandoq urish, qandoq ijro qilish, mush ishni mana Qur'oni Karimda bayon qilsa Allah men huquqni bergan, unda onu bu huquqni men qilma ijro qilaman. Anda o adaki menden ögülü, menden tutuyor ögülü velenler. Menden evelenler. Cezben Allah Teala o ayal üçün neme kıldı? O ayallar üçün bir yolunu çok kıldı. Mene ayalını ki, mene iftida İslam vaktini üzüden. Mene aşında ayeti var ne? Eğer ayal aşında hata paylaşışını kalgan bolsa, mene onu neme kılır? Mene öygen. Aşı ölgüçlük, aşı yalgıçı solap koyuş. Ya olmaydı Allah Teala ular bir yol kılgay degen. Yani yol kılışının nemesi şu mu şu. Anda o adıken aşında er ayalınızı zina kılıp aşıda kılgan bolsa, uçağınızda ayallarınki üzü aşıda hata aşıp kılgan bolsa, uçağınızı da mene aşı ölgen kadar yalgız öygü solap koyuş. Bunda icra kılındı. Hem de bu mensuh olup, ya ki Allah Teala ulan yol kılsın degen, mene yol kıpadadır. O yol kavı, o mensuh hem de ölgüçük öyge apırıp solu betiş. Mene mensuhluk deyimiz şu. Şunu olan Allah Teala ular bir yol kıpadadır. Neymi koy yol kıldı? Mene el bikru bil birki cildu miyatin ve tagribi amin. Mene kız vala. Kız yani bikir degen, men er olsun, men oğul olsun, toy kılmıgan birinci katımdaki aşı yalıkın neminiki üzerine et degen deydi. Bikir degen, başta degen gep. Mene aşını kim başta? Yani kız, yani erkek tegmegen, ya ki kutulanmagan oğul. Niki üzü, aşında o erkek tegmegen, mene aşı oğul ve kızı bilen aşıdak zina kıp kalan bolsa, onunki cazası nemidir? Mene 100 tane kamçıdır ve 1 yıllık palaştır. Sürgün kılış ve turmak için solaştır. Hem de seyyip diyen neyme? Seyyip diyen bir kata toykup çıkan. Yani bir kata toykup çıkan şer'i boyunca. Yani aldım, təqdim de kan aşı. Onu deyken kişilerin ne deyimiz? Seyyip deyimiz. Ben er olsun, ben ayal olsun. Yani seyyip bilen aşıdan zina kalan olsa, bununki cazası nemidir? Yani 100 kamçıdır ve rejimdir. Dedim. Hem de bu yerde cildu mi'atin var rejimi. Hem de cildi mi'at. Yani 100 kamçı uruş Kur'an'ınki hükmüne sabit. Ama rejim kılış hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki hem sünneti bilen hem ayet bilen mensup kılga ayet hükmüne sabit. Anda o halde bir adam hem ayal erkek deyip çıkıp da ermi şunda hutun yapıp da onudaki zina kıp kalgan olsa bunu verilgan ceza neme? Fakat rejim. Rejim verimiz. Yani taşlap öldürüş. Ama bu yerde 100 kamçı uruludu depti. Bu 100 kamçı uruluştaki üzü mene aviyatı degende bazı ölümalar muşbunçu kılmız deydi, bazıları kılmız asas ölümalar yani bunda değiştiğinin üzü siyaset. Eğer siyaset de hem de resmi bunu yani kayıteden evcep geçiş zinakar hazır devrimiz gizden. Aşıda iş evcep getken bolsa uçan üzde siyaset yüzüsüden. Aş vaktin üzde aşında rejimdeki üzge bir 100 kamçının uruştan ibaret olan men muşnut bekitiş gerek. Belki vaktimizde uçağımızda neyme konuda etrafındaki adamlar onundaki zina kılışını ibaret olan bu işin yanıdan gel. Bu eğer unda bulmasa normalde kanda kalımız eğer toy kılıp çıkıp olan er ayıl zina kan bolsa uçağın rejimlerini öldürürüz. Bu uçağımızda cezaçı bir oldu. Çünkü koş cezaçı bulmayız İslam dinimizde. Abdullah ibn Ömer radıyallahu ta'ala rivayet kılındı şuna da cezmen Yahudiler geldiler ular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı geldi. Kip ula Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki cezmen ulanın içinde boğan bir er ve ayal zina kıp kaldı dedi. Digendeki ula üçün Peygamber aleyhissalatü dedi ki ma tecrüde pit Tevrat pişan rejim. Sıra Tevrat'tan
rejim hakkında neme tapısılar? Siz Tevrat işinizler. Anda oğandaki siz okuvatkan, aldığın oğan Tevrat'ı neme deppa dedi. Neme deppa degendeyken şunu dediler ular nefzahuhum ve yücledun. Biz ulanı neme kılımız? Resva kılımız. Sertleştirimiz. Aşından yüz gözleriga, aşından qarı kuchuk, qarı qo'yoq, aşından bir narsa surish orqali, eshakka kayniga ta'tir mindirish va kaza qilib sazoy qilib, xalq o'tirsa, mushtan uni nima qilamiz? Rasvo qilamiz. Shuning bilan ularni nima qilamiz? Andan keyin jild o'ldiriladi. Ya'ni daruvchi uriladi ularga. Men mushu jinoyat ba, men mushu jazo va dedik. Degandan dedi Abdullah Salam. Men Abdullah Salam o'zi Yahudi bo'lib, bu Yahudining ichida eng katta olimdi. Kezeptim, yalga aytdinglar. Cezme bu Tevrat'ta rejim var. Yani aşındak ayal aşo zinaki toy qilib bo'lgandan keyin aşındak zina qilib qolmasa, uni isbotlangan bo'lsa, bunun rejim var bunun da. Degandan keyin shuni bilan keltirdilar ular Tevratni. Çaştılar ular, yani yaydılar ular bu Tevratni shu yerga yaydi. Biz okuyumuz bunu. Ekinla aşağı digendeki nama kılıp ekeldi. Bunun anladaki ulanınki biri yüzün kolunu rejim ayet üstü kuyvaldı. Bu da o rejim ayet kuyup. Şunda akmaklık. O yolluk kolunu mu da kuyvarsa ben okumam neyim babı de. Kuyvalgandaki andaki okudu bu adam şu rejim ayetindeki aldığından akısını çok okuttu. Ayağını besip aldı akıl okuttu. Peygamber bilmeydi o hat bilmeyendiyken bilmeydi o de. Digendeki dedi Abdullah Salam. Sen kolunu köte. Dedi andaki yelik adamga, o adam kolunu kötedi. Şurada köte geldi ki bu köte yani üzerinde Tevrat'ta rejim ayeti varken. Dedi. Digendeki dediler ular. Va ras etti ya Muhammed. Abdüsalam ras etti rejim ayeti var dedi. Cezmen bu Tevrat'ta rejim ayeti var dedi. Digendeki bu ikisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Onundaki bu işkeyler ne kıldı? Rejim çok kılındı dedi. Yine bir rivayette dedi Abdullah Salam köte senin kolunu dedi. O adam köteydi, şunda köteye geldi ki bu Tevrat'ta rejim ayeti var ki ne kıptırdı? Telahun. Yani aşkar opturdu. Laha yalığı aşkar oldu diyen gep. Yani aşkar şunda rejim ayeti çok var. Dedi yine kadın. Ya Muhammed yazma bunu da rejim ayeti var. Lakin biz bu rejim ayeti bizim oturumuz sıkımız. Yani biz yani ehli ilim bilsek mi? Lakin halkı tebliğ kılıp uqtirib unda açıp bildirmeyimiz bunu müştak sıkvalımız. Degandan şununla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu işkisi buyurup o işkisi nima qilindi? Rejim çok qilindi deydi. Endi men mushu hadisga asosan, men mushu rivoyat qilgan hadisga asosan çünkü bu hadis muttafaqun alayh. Sahih Buxoriy ve Sahih Müslim'de var. Men mushu hadisga asosan bazı aşındak sünnet ve hadisga inkar qilayotgan Qur'onchilar men bu rejim Qur'onda İslam dinimizde yok. Bunu Muhammed Yahudiniki nemsini doğrab, aşağıda elip onundaki rejim kılış vada başta diyen dep deydi mesma. Başta deydi yani. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi Ebu Hureyre keldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kaşığa bir adam geldi. Ve ki o adam mescid idi. Ya ki o Peygamber mescid idi. Peygamber mesciddeyken bir adam Peygamber kaç kipti. Kip Peygamber'e ne kipti? To'lapti. Ya Resulullah de. Ya Resulullah cezmeme zina kıp saldım. Dedi değil. Degandagi Peygamber o adamdan 100. ürü aldı. Mayzi qarib yaptı de. Qarib algandan keyin meni bir taraf bo'ldi. Yani şu tarafta oldu yılıq adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 100 terpidiyken 100 ürüdü Peygamber şu adamın terpigen. Yani şu adamın terpide 100 ürü olgan mıdak koygan bolsa bu adam apırıp şu terpi bulup deyine. Ya Resulullah ben zina kıldım. Dep o adam ben zina kıldım ben dedi. Digandik Peygamber yine o adamın 100. ürü aldı. Pes o vakitte müşter da verip andakin olan o adam 4 kata guvalık biriydi. Kişiydi bu adamı Peygamber. Ne dedi? Kişirip dedi ki, Ebike cununum, seni saranlık var mı? Dedi. Digeni yok ben saran emez.
Degenden keyin dedi Peygamber "Uhsinta. Sen muhsin oldun mu? Ya bir kadar toyup çıkkan mı?" Degenden keyin o adam "He ya Resulullah bir kadar toyup çıkkan." Degenden keyin dedi Peygamber anda o andan keyin "İzhabu bihi fercimuhu." Fercumuhu. Bu adam apırıp olsa recep kılınlar. Dedi. Yani demek muşta zina qilib qolgan bo'lsam, zinaniki nimasi mushu etis bo'yicha men ihro qilib qolgan bo'lsa, uchan so'raymiz. Bu adam nima deydigan gap, zina qilib qoldim deb kelsa, apırıp bu adam zina qilibdi deb qoldim qilmaymiz. Men mushundaq, senda buniki ruhiy ahvoli qandoq? Sen to'y qilganmi, qilmaganmi? Ya tövəndə keladi. Sen o ayolni zina qildim deb, masalan bir yerini tutib qo'ygansan, ya suyib qo'ygansan, ya silab qo'ygansan deb açdan gapni deydigan gap. Eğer yok ben undaq o emas, men yenilik zina qildimsa, anlık icra qilgan gap. O apırıp yuguriblar, o zina qildi deb qilgan nima yo'q. Bunun usuli bor. Dedi İbn Şahab, xabar verdi bana. Anda bir kishi ki anlı Cabir ibn Abdullah'dan deydi. Rejim qildik biz bu adam Medine'mde. Rejim qildik. Rejim qilgan vaqtda o'zida men bu adamni tosh, yani taşdan etib öldürdü yani. Şu taş tepib edi o adamni. Azzaka yüzlük o yani asabe degan gap. Yani o adamninki yüzüge taş yetib edi. Yani o adam taşni tepib edi. Şu bilan qochib ketdi deydimdi. Qarğançanın özüdən kovlab ya bağlab unda qılmabdı. Şunu alıp toxtutdular. Hatta tepib aldık o adamni Medine'nin ətrafında Hərrə degan aşı ətrafı qızıqlı bir joy var. O yer tepib aldık. Şunu bu adam biz o yerdə nima qildik? Rejim qildik. Hatta ki öldü bu adam. Deydim. Yani demek men muşundaq mena Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında muşu şekilde rejim kılınan bir adamçı bolgan. Yani bu doğru bir qancha yani rivayet var. Yine bir rivayette İmam Bukhari için Cabir radıyallahu ta'ala anhu'dan onunki sözden keyinki dedi o adam ben toy kıldım depti. Şununla Peygamber bu adam buyurdu onunla musallada rejim kılındı. Hem de bu yerde Medine'de rejim kıldık depti manada musalla degan mescidniki içi emas. Mesciddeki şehirniki sırtıda namaz okuydular. Muşunda bayram namazlarını okuyduğun men alaydı nima var joy bo'ladi dersin. Çünkü bayram namazı aşağı namazların üstünde çoğun kişi ayol hemmisi çıkıdığan gap. Onda o anki mescidinki yüzü mescid nemeniki şehrin içindeki mescid sığmaydı. Sığmağandaki sırt taşta bir joy tutulan gap. Men bunu nima deydi? Ona da Arapçada musalla deydi. Biz şu yerga açık nima qildik onu? Nima qildik? Rejim çok qildik. Yani demek rejim qilishning yüzü mescid bo'lmaydi. Onu nerede qilish kerak? Ayrım bir joyda. Şehrin sırtıda çoğun yerde kılış gerek. O yerde cıkya musalladı kan boğanlık cık adam körü demdi. O vakittaki o adamı taş tepibiydi. Yani taşınki aşı kattık içtip ağır tiş tepibiydi. Bu adam kaşıp gitti. Kaşıp gitkendeki o adam tepildi arkadan beri. Ondaki o adam ne kıldı ya? Rejim kıldı hatta öldü. Ölgendeki bunu Peygamber dedi. Bu adam için Peygamber yani yaxşı gapni qildi. Ubdan qildi, rasmiy tövbe qildi. Deb şuna Peygamber bu adamga nima qildi? Namoz o'qidi. Dedi. İbn Abbas radıyallahu ta'ala rivayet qildi. Dedi o İbn Abbas. O vaqtdagi kelibdi Muaz ibn Malik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaşı kelibdi dedi Peygamber sallallahu Peygamber o adam dedi. Yani ki vay olsa ben zina qilib qoldim aviyatdagi adam. Şu kelgan adam Muaz ibn nima o'xshaydi? Qarg'anchoniki o'zida Muaz ibn Malik degan adam o'xshaydi. Degandiki Peygamber o adamga zina qildim deb ayzi qilib oxir degandiki shuni bilan sen saronglik bormi, nima bormi degan voy yo'q, men to'y qilib bo'lgan degandiki shuni Peygamber debdi. La allaka qabbalta. Koshki sen o ayolni taqbil qilib qolgan bo'lishi mumkin. Evgameze ya çimdap, silap qalğan boluşu mümkün. Ya ki qarab sağan boluşu mümkün. Sen bunu zina deb, meni kaşıp kelgan boluşu mümkün. Zina o emas. Zina degan ikki. Birisi çoğun zina, yine birisi kichik zina. Kichik zina qanday bo'ladi? Ko'zning zinasi, qo'lning zinasi, anadekin og'izning zinasi, putning zinasi deganda Peygamberning yani hadislarida bor. Bu zina kichik zina. Bu zina zinaga nima bo'ladi? Vasita bo'ladi. Bu nima o zina deb atıldı. Çünkü onu apağandı ekan, ama oniki anı qarğan vaqtda manusal töven.
Şu itibarla bu adam belki anıma zina dep kalgan çok buluşu mümkün. Şunu ulan Peygamber bu gapni şu degan gap. Degandan o adam dedi ki, "Yok ya Rasulullah, men unda qilmadim." Degandan Peygamber dedi, "Enik daha." Naka yani ki deydi ki, naka yani ki cima kıldın mı? Aya sen o ayağını cima kıldın mı? Yani Arapça tilde naka yani ki deydi ki resmi şu cinanınki üzünü, nima cimanınki üzünü, cinsi münasebetninki üzünü biz yani set gapni kıldı o aylık adamda. Men aş gapninki üzünü aşı naka yani ki nek dep aşın gapni deydi ki. Degandiki şu onun aya sen o ayağından resmi cinsi münasebet cima kıldın mı? Degandiki dedi. La yok, la yakın. Peygamber kina kılmaydı depti. Cima deganninki özüme bir kinaya. Cima degan gap jam'a, ya cima degan gap jama, yujam, mujamada cima degan gap. İkisi birga keldi degan, jamlashdi degan, bir oldu degan gap. Bir bo'lganning o'zi o bir bo'lsa andiki shu ish oldu, o'chan u mu kinaya? U mu mubashirat mu kinaya? Mucamaat mu kinaya? Ama onunki kinaya qilmaygan, uning rasmiy gapi nima? Naka yaniki nek. Bu. Degandik o adam, Degandiki shuni bilan mana buning nazarda Payg'ambar bu adam rejim qilishgan bo'lgan, buyurgan bu yalaqi Malikni deydi. Yani demek Ayrıca zina qildim degan vaqtdagi üzüldümü bu adamni qanday qilishimiz kerak ekan, men ashtatibchi so'rash kerak. Burayda roziyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi u burayda keldi Ma'iz ibn Malik Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga qarshi kelib dediki ya Rasulullah tahirni meni paklab qo'yishlar dedi. Degandan keyin Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam dediki voy hak voy sana mana qayt Allah Taolaga nima qilgan istig'for et ve tövbe qil dedi. Endi paklab qo'ygan meni deganing o'zin, endi qarg'anchaning o'zi cho'ng gunoh emas, kichik gunohda endi. Gunoh sag'ira yoki u budi. Ham shuni tushundigan gap. Degandiki sen man, voy, nim bo'lsang, sen tövbe qilib Allohga istig'for et, man qayt. Degandan keyin shundan dedi bu burayda qaytdi bu adam sen jiroqqa olmasdan. Yani jiroqroq yap olmasdan, endi qaytib kelib andiki dedi. Andaki keldi dedi ki ya Resulullah beni pakizlab qo'yishlar dedi. Degandik Peygamber dedi. Meni yuqori gapning o'xshini dedi. Hatta vaqtiga bo'lib 4-qatim bo'ldi. Dedi unuga Peygamber Pima utahiruka. Nima ishtasin pakizlayman. Degandiki dedi o adam zinodan. Zinodan iborat bo'lgan paskana adam paskin qilgan bir ishni qo'ydim degandikin dedi Peygamber Ebi Mecnun bunu saranlık var mı? Deptim. Digandan keyin haber verdi. Şunu olan haber verildi. Peygamber şunu ki bunu da saran emas. Mecnunluk yok deb haber verdi. Haber vergendik Peygamber dedi. Aya bu arık çıktı mı dedi. Arık çıktı mı digandan keyin to'di bir kishi şundan pas purdi bu kishi onunki og'zidan çok bir purak purdi. İstenirken nekaha deydi purak degan gap. İstenirken degan bir adam kopup o adamniki ağzı mı da purap akıptı. Bir mesik araqның puruq var mı yok mu deb. Onu da bu adam araqның puruğunu için tapamadı. Tapamagandan keyin dedi Peygamber azan aytdi, zina qilding mi? Degandan keyin o adam degandan keyin shuni bilan Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam buni buyurdi, undan keyin uni uchun rajim cho'q qilindi. Pes tudlar ular 2 kun ya 3 kun. Andikin buna tu diye rejim kılıp öldürüp boğandikin. Andikin bu adam 3 gün ya 3 gün üt boğandikin. Andiki geldi Peygamber dedi. İstagfiru sene Ma'iz ibn Malik'a istiğfar etti ona. Cezmen bu adam bir tövbe kıldı ki eğer taksim kılınsa bu tövbenin muş ümmetinin içi taksim kılınsa her ayına yetdi bu tövbe ulağa. Men bütün ümmet tövbe kılsa şu ümmetlerninki özüge yetkidek derecede acayip bir tövbe kıldı bu. Toğra resmi tövbe nasıl şekilde şu tövbe kıldı dedi. Andaki keldi Peygamber kaçkan bir ayan Gamit'ten boğan Ezdi kabilesiydin. Yani Ezdi kabilesindeki Gamit deyilgen bir küçük aymak varken şöyle bir ayan geldi. Kip dedi ki o ayan ya Resulullah meni paklap koyuşlar dedi. Degandeki dedi Peygamber vay hakke nim bo'ldi voy sizga
Qaytın Allah'a istiğfar etin ve tövbe kılın dedi. Digendikin dedi mene fakalet bas dedi bu ayan irade kılamsa şunu meni qaytırıp etişka kandaki sen qaytırdın sen maizepni malikni. Maizepni malikni qaytırganda meni başta qaytırıp deb irade qılatam sen dedi. Cezmen bu ayan zinadın hamildar idi. Zinadın hamildar olup ketken. Digendiki Peygamber dedi, "Enti siz mi?" Digendikin o ayal kopup, "Hemen." dedi. Şuna Peygamber bu adamga, bu ayal dedi ki, "Hatta tadai ma fi bettik." Siz qo'shinni narsa quying, ya'ni yenging. Yengilib tug'ib bo'lgandan keyin ondan keyin biz uchoqni ijro qilmaymiz dedi. Degandan keyin dedi bu yilgi burayda shunga kepil bo'ldi bu ayolga ansardan bo'lgan bir kishi hattoki tug'ib bo'lgan. Tug'ib bo'lgan qadar men kepil bo'lib bekib mushtaq men qalay dedi. Shundan bu ayolni bu shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana bu adam keldi. Kelib dedi ki bu kepil bo'lgan adam Cezben yangi poldi gamidiye aya. Az yangi poldi dedigandagi Peygamber dedi. İzel la nercumuha ve nadau ve la da sagiran. Degani Peygamber dedi ki bu vaqtda uni yine rejim qilmaymiz. Ve uni o'zing bazı kichik bo'lgan holatda meni qilib qo'ymizmi? Uning uchun uni emitadigan bir kishi yo'q. Men o balani bir emitadigan bir ayol yo'q. Mushta yolg'iz ash balani o'zi tashvatimizmi hozir rejim qilib, undacha rejim qilmaymiz. Degandan keyin dedi. Ansardan bo'lgan bir kishi Cezben mağdur bununki men imetişi ya Resulullah. Ama hazır rejim qilsak bu ayol o'ladi. Bununki bakıda bazı rejim bunu imet bakıda işte me'alay degandan keyin shuni Peygamber sallam dedi. İzhabi ferzi hatta tabtimihi. dedi Peygamber sallam. Dedi yalaq burayda pes uni andaki Peygamber sallam nima qildi? Rivoyat qildi. Nima rejim qildi. Endi bir rivoyatda Cezben Peygamber sallam unuga dedi. Siz hem de hamildarken siz undan olgandan keyin siz berin hatta ki tug'un dedi. Ama akılda bu ayol katta shuni tug'di tuqqandan keyin yine dedi Peygamber sallam meni kipti. Kelgan vaqtingizda Peygamber sallam debdi. Siz keting o'chanizda balıngizni emiting hatta ki balıngiz emchakdan nima qilgan ayrilgan. Patama yapdimiyan ayrilgan. Emchakni ayrilib bir narsa yigidek bo'lgancha ondan keyin bu jazoni shu joyda ijro qilamiz dedi. Va jazman shuning bilan bu bola tomoqni yeydi. Ya'ni kelgan vaqtda tomoqni yeydi ekan. Va undan keyin Peygamber sallam yilgi bolani musulmonlarning ichida bo'lgan bir odamga beribdi. Sen bunu baksan deb. Ondan keyin Peygamber sallam bu ayolni meni amr rejim qilish buyurdi. Shuni qo'landi. O ayol uchun uniki ko'ksigichilik bir cho'nqur bir yer qo'llanibdi. Qo'llangandan keyin shuni odamlarni buni rejim qilish uchun buyurdi. Buyurgandan keyin meni oldini qilib keldi Xolid ibn Valid. Bir tosh bilan bir toshni yo'g'on bir toshni epibdi. Shuni bu odam shu yiliq ayolning beshiga bu toshni etibdi. Otgandan keyin qanday bo'ldi desa shuni qon chiqib ketdi deydi. Bu yiliq Xolidningki yuziga qon chechirab chiqib ketdi. Tanazzaga degan qon olib ketdi degan gap. U ayolniki beşik urgan qonniki o'zi Xolid veldi yuzi chechirab chiqibdi. Chiqatdiki shuni bu Xolid bu ayolni tillabdi. Tillagani Peygamber sallam dedi. "Mahlan ya Xolid, dikkat qil. O'zingni tutib ol ya Xolid. Favallazi mening nafsim Allohga qasamki mening nafsim Allohning qo'lidadir. Jazman bu ayol bir tövbe qildiki, agar bu tövbeniki o'zining maksniki o'zi Mene nima qilsa tövbe qilsa. Maks degan shu xiyonat qilib, shu dehqonchilik qiladigan, mene uniki yalaqi o'shir bilaskarani shu yalaqi boj bilaskarani bermaydigan, men ash odamning o'zi agar tövbe qilgan bo'lsa, men bu odamning shu gunohini mag'firat qilindi. Men mushunda nima qildi? Tövbe qildi. Deb anadikin mene Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bu ayolni buyurdi. Shundan u ayolga nima o'qildi? Namoz o'qildi, ya namoz o'qidi. Ve o ayağını defne kılındı. Dedi. Yani demek benim muşundaq hadis qasasen bir ayolniki o'zi ya bir kishiniki o'zi mushunda ish qilib qoladigan homildor vaqtning o'zida u homil o'g'a holatda rejim qilmaymiz. O tug'ib bo'lgandan keyin ondan keyin ondan keyin bola cho'ng bo'ladi, bir narsa yigidek bo'ladi, ondan keyin undan keyin rejim qilamiz. Islom shariati shu bu. Endi birisiga ondan keyin rejim qilgan vaqtimizda kishilarni bir yer ko'lmaymiz deydi.
ayollar kelgan vaqtda bu hadisga asosan shu o'ziniki qo'sikach, ko'sikach ko'lab anadagi qilamiz, chunki oyoq qishib ketishi mumkin. Bunda çok qilmaymiz deydi. Ebu Hureyre radhiyallohu anhu rivoyat qildi Ebu Hureyre. Dedi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem, dedi Ebu Hureyre, anladım mı Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem deydi. Qachoniki zina qilib qolgan bo'lsa, sizniki biringlarniki emisi. Yani qul dediği zina qilib qolgan bo'lsa, shunlar buniki zinasi oshkor bo'lgan bo'lsa, uniga hatchu ursin. Va uni uchun ayblamasin. Va la yusarrib. Yani ayblab onu sat qilib urib tilab, "Nimish bundoq qilding? Voy nim qilding?" deb undoq cho'q qilmasin. Ondan keyin agar zina qilib qolgan bo'lsa, ikkinchi qatam uni yana hatchu ursin. Va lekin yana qaytadan tillab, urib tillab undoq cho'q qilmasin. Ondan keyin agar uchinchi qatam zina qilib qolgan bo'lsa, uni zinasi oshkor bo'lgan bo'lsa, uni nim qilsin, setmassin. Va agar chandiki opida bo'lgan bir nimaga, bir og'amcha, yani apıdın yasalga bir ağamçılık bir nesiga, mana shu çegidan yasalgan bir ağamçılık barabarga asım uni setib olsin, u tumusun dedi. Yani demek, men mushu hadisga asosan bir odamniki o'zi qul bo'lgan bo'lsa, qul mal er ayol bo'lsin, mushuna zina qilib qolgan bo'lsa, o'chaning o'zidan bu hadisga asosan bu odamniki o'zi mana bu o'zi yolg'iz shu jazoni yurgizsa nima bo'ladi, agar sabit bo'lib qolsa deydi. Yani demek, benim muşu hadisga asosan bazı ulamalarımızın göz karşıya muşundaq qul er yoki ayol muşundaq zina qilib qolgan bo'lsa, buni nima qilib rejim qilmaymiz deydi. Rejim qilmay muşundaq xo'janing o'zi rejim qilsin, o'cha uni setib olsin deydi. Endi raziyallohu anhu rivoyat qildi dedi ular: "Ey odamlar, sizlar to'g'izinglar sizlarning qo'lingizga nimani hatni yani hatni, yani zina qilib qolgan bo'lsa, zinoning jazosini nima qilinglar? Sizning qo'lingizga bo'lsin, uning uchun ijro qilinglar. Bir odamga ihson qilinsin, ulardan va ihson qilinsin. Mayli bir qator to'y qilgan bo'lsa, qilmagan bo'lsin, hammani nima qilsin, qo'lingizda bo'lganligi siz uniki egisi bo'lganligi siz uning uchun ijrochi qilinglar jazoni. Chunki bir didak Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem uchun bo'lgan bir didak zina qilib qolgan edi, meni şununki celt uruşkan nima qilgan buyurgandaki shundoq qarasak bu ayol meni nepasniki tehi yengidan nepasi o'pdi. Tehi yengidan tuqqan bir ayol ekan. Shuna qo'rqdim men. Agar men uni celt urib qolsam, ya'ni dar urib ashtaq qilib qolsam, uni o'ldirib qo'yman. Men uni o'ldirishni qo'rqdim. Shunga men o ayolga nima qilmadim, jelchi urmadim. Urmagandaki bu gapni Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'e desem, Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem dedi ki, yaxshi chiqibsan dedi. Men bu esa İmam Müslim rivoyat qildi. O Abu Davud'un rivoyati dedi. Ali radhiyallohu ta'ala. Ya dedi Peygamber, qo'y bu ayolni, hattoki buniki qani nima qilgan, üzülgen. Endi balı tuqqandan keyin nefas bo'ladi. Nefas degan gap davom qon kelib turadi degan gap. Anda o'g'andan keyin, "Voy, mushunda bo'lib qopti, ya Rasululloh, bu nefaslik ekan" degandan keyin undan olsa sen buni rejim qilmay, qon tugagan qadar mushta saqlabdi. Ondan keyin qoni tugab nefasi chiqib bo'lgandan keyin u ayolga hatni nima qilgan, qul ayolga men hatni uchun to'g'izgan dedi. Deb andiki Payg'ambar dediki, "Mana hatniki mushu jinoyatning jazosini sizlar ega bo'lgan qullarga nima qilinglar? Turg'uzinglar. Şu qullog'im nima qilinglar? Ijrochi qilinglar" deb Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem men mushtaqchu dedi. Unda o'yladiki, bu zinadan iborat bo'lgan bu jinoyatning jazosini mayli hur olamdi, mayli qul olamdi, qandoq odam bo'lishi qat'iy nazar buni nima qilishimiz kerak? Ijrochi qilishimiz kerak. Endi yeni birisiga anladiki, mesela ayol ijro mush zina qilgan er yoki ayollar bo'lib qolsa, og'rib qolgan bo'lsa, og'riq vaqtida qilishga bo'lmaydi. Saqaygandan keyin mana qo'shiq bo'lib qolsa, tuqqandan keyin, agar mana tuqqandan keyin nefas bo'lib qolgan bo'lsa, o'chaning o'zida nefasi pokiz bo'lgandan keyin, undan keyin nima qilamiz? O'chaning bu jazoni ijro qilamiz. Ya'ni demak, İslam dinimizdeki zinadan ibaret olan bu cinayetin cezasındaki mana ijro qilish shakli va usuli mana mush shaklda bo'ladi. Mushtacho nima qilamiz? Uni ijro qilamiz. O'chaning o'zida nafrat bilan o'y qilamiz deb undan nima yo'q. U bo'lmaydi. Men Alloh taolo bizni shu Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'ninki hadis bo'yicha amal qiladigan,
Meni haqiqiy taqvo muttaqi solih kishilardan qilsin va oxirida ona alhamdulillah